Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Endi tövende leksiya anlaysılar. Bugünkü ıslahı 2011 yıl. 11. ayının 12. günü hürmetlik vatandaşım. Endiki mavzumunda Amerika irqi qirg'inchilik mavzuyi doklad e'lon qilib Uyg'uristonda yuz berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatni yana bir qatam muqimlashtirdi. Ya'ni jinoyat sodir qilyotdi. Jungo hukumati deb yana bir qatam muqimlashtirdi. Mavzuli xabar 11. ayning 11. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. 11. ayning 9. kuni o'tib kechiring. 11. ayning 9. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Amerika cho'ng qirg'inchilik mavzuyi 11. ayning 9. kuni Jungo hukumati Uyg'uristonda, ya'ni Xinjiangda Uyg'urlarni bostirganligi to'g'risida doklad e'lon qildi. Uyg'ur millati irq yo'qotish xatiriga duch kelyotdi deb yakun chiqadi. Duch kelyotdi deb yakun chiqadi. Doklad xalqaro jamiyatning harakatga kelishiga chaqiriq va murojaat e'lon qilib, Uyg'urlar qarta insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilishni to'xtatishni talab qildi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida 6 milliondan ortiq Jewish millatining Natsistlar Germaniyasi tarafidan o'ldirilganligini xotirlashni burch qilgan Amerika cho'ng qirg'inchilik mavzuyi bizni asta yo'qotish, Jungo hukumatining Uyg'urlarni bostirishi mavzuliq dokladda bunday ko'rsatildi. Mavzuyimiz Jungo hukumatining uchurlar qaratgan, yo'l qo'yayotgan, Uyg'urlar qaratgan va yo'lga qo'yayotgan irq yo'qotish haddi harakatidan qattiq ansirayotimiz. Mavzuyimiz burun allaqachon muqimlashtirgan. Bu qatam yana muqimlashtirdiki, Uyg'uristonda insoniyatga qarshi jinoyat yuz beryapti. Ya'ni Xinjiangda insoniyatga qarshi jinoyat yuz beryapti. Navbat Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Jungo hukumatining Xinjiang, ya'ni Uyg'uristonda Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishini irqiy qirg'inchilik shakllantirdi deb tan oldi va shundoq bekitdi. Mavzuyimizda Vijdonliqlar komitetining raisi tam boshdan mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati Uyg'urlarga munosabatli xabarlarning tashqariga chiqib ketishidan bor kuchi bilan saqlanmoqda. Balki biz navbatda bilib yetgan uchurlar, jumladan Bator Uyg'ur faoliyatchilarining dalillagan hujjatlari jinoyat bekitishga yetib oshdi. Jungo hukumati Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatish shart. Mustaqil tekshiruvchilarning tekshirishiga ruxsat qilishi lozim. Aloqador jinoyatlarni sodir qilishni to'xtatishga kafolat qilishi lozim. Cho'ng qirg'inchilik mavzuyi Simon Skojodit va cho'ng qirg'inchilikni to'xtatish markazining mudiri Nami Kikoler mundaq dedi. Jungo hukumatining Uyg'uristonda hujum qilishi 1 milliondan 3 millionga Uyg'ur millati hujum qilganligini gavdalantirib, majburiy tug'ut cheklab, tan jazosi berib,
zo'ravonlik, majburiy emgakka selish qatorliq xo'rlashning va azoblashning ko'lami, og'irlik darajasi kishini cho'chitadi. Uyg'urlar oila va jamiyatning tarqatgan zahmatlari ularning vujudida cho'nqur jarohat paydo qildi. Bu zo'ravonlik paydo qilgan jarohatlar bir necha avlod Uyg'urlarga ziyon zahmat elib keldi. Dokladımında ko'rsatildi. Cho'ng qirg'inchilik muzeyi shun Uyg'urlarni tekshirish asosida natija shuni ko'rsatdiki, Uyg'ur qirg'inchilik muzeyi ushur Uyg'urlarni kechiringizmi? Ushur va Uyg'urlar uçurlarni tekshirish asosida natija ko'rsatdiki, Jungo grajdanlarining irqiy qirg'inchilikdan saqlanish va insoniyatga qarshi jinoyatdan xalos bo'lish huquqlarini qo'g'dimidi. Jungo hukumati ham ijro qilmadi va mas'uliyatini ado qilmadi. Kekolar ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Uyg'ur xalqi intayin jiddiy vaziyatga yuzlandi. Takrorlayman vatandoshim. Uyg'ur xalqi intayin ciddi vaziyatga yuzlandi. Bütün dünya davlatlarini etib, birlikda harakat qilishimiz kerak. Uyg'urlarni qo'g'dishimiz kerak. Kekolar munda ko'rsatdi. Yangi bir texnika ishlatib, ziyonkashlik qiladigan yovuzlik bilan yovuz jinoyat sodir qiladigan hukumat bilan qarshilashish qiyinga to'xtaydi. Lekin bu dal irq yo'qotish qonun yer shari bo'yicha javob qaytarishning sababidir. Bu irq yo'qotishga yer shari bo'yicha javob qaytarishning sababidir. Jungo hukumatining davomli jinoyat sodir qilishga ham yo'l qo'ygani bo'lmaydi. 56 betlik bu doklad nurg'un uchur xabarlar va tadqiqotlar asosida yozilgan dokladdir. 2017 yildan beri Jungo hukumatining Uyg'urlarni kishilik huquq jihati bostirishdir. Jumladan zo'r ko'lamda nazorat qilish, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi va madaniyat faoliyatlarini cheklash, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi va madaniyat meroslarini betkit qilish, zo'r ko'lamda nazarband qilish, jismoniy azoblash va xo'rlash, majburiy tug'ut cheklash va boshqa tug'ut cheklash tadbirlari, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgakka selish, yo'tkab ketish, Uyg'ur farzandlarini ichki o'lkalarga yetkazib ketishni o'z ichiga oladi va hokazo.